Joning sog' bo'lgunlar. Bular orqasidan hali men shunaqa boyib ketamanki, bulardan hali zot olib, har bir tuxumini $100 dan pullayman. Hali trekker, malibolari qilaman. Shunaqa boyib ketaman. Meni ko'ra olmaganlar hali hayratda qoladi. Hali bular orqasidan men mahallada yagona parvoz bo'laman. Nomer 1 bo'laman. Murodjon. Ya, Murodjon akam boqib qoptimi? Bu mahallada mendan boshqa parvoz yo'q edi-ku. Nonni yarimta qilibsan. Hozir boplayman. Murodjon. Murodjon. Alisher, ke do'stim. Salomat keling. Ke. Ko'rmaysanmi o'rtoq? Mana shunaqangi zot o'rtoqlar olib kelib, Akam boqishni boshlab yuboribsanmi do'stim? Qaydan keldi bular? Qanaqa zotlar endi? yigit kishiga 40 hunar oz deyilgan gap bor-ku, shunga amal qilib olib keldim. Juda ham qiziqdim. Omma ko'p bo'lmadi, lekin qiziqib bulardan hali niyatim katta. Tez orada bular tuxumga kiradi. Tuxumini $100 dan pullab, mana bu Jigulini Taxoyaga, Malubaga almashtirmoqchiman do'stim. Hali umidim katta. Bularni rangi pastku. Xabaring bor bilasan, mahallada nomer 1man. Buni zo'r chempion zotlari menda-ku, maslahat so'ramaysan. 15 ta 20 ta yutganlar zoti bordi, o'shandan berardim. Yo'q do'stim. Hali ham kechmas. Bormi tuxumlardan, jo'jalardan? Boru bir jupi $1000 atrofida bor-da. Senga qimmatli emasmikin? Nimaga? Menga endi arzonroq qilib berasan-da do'stim. Har holda necha yillik do'stmiz. Qopladim. Bozordan 150 ming olgan jo'jalarimni $700 dan sotsam, ikkita ovoz qo'yib qo'yaman. Rahmat do'stim. Boringga shukr. Hali bulardan zo'r zotlar olganimda senga ham bir jup beraman. Tekinga. Yaxshilik qilsam senga yaxshilik qilibman-da. Omadingni bersin. Bunga endi tuxumlardan berasan. O'zing yemagan narsalardan pishirib berasan. Hali juda zo'r parvoz bo'lasan deb. Albatta, niyat ham shu do'stim. Senga ming rahmat do'stim yana. Endi buni bir nishonlamaymizmi? Mayli, nishonlaymiz. Ketdik unaqa do'stim. Men seni Qaydan paydo bo'ldi ekan? Obbo, uyquni ham belga debding-ku. Obbo, qo'shniki chiqib qoldimgina. Bir ko'raychi kimniki ekan. Bizga xo'roz yo'q edi. Qo'shniki chiqib qoldimgina. Murodjon. O Murodjon. Hov dada. Shaydama. O'g'lim, bir uyda xo'roz yo'q edi. Bu xo'roz qaydan paydo bo'lib qoldi? Xo'roz uyg'otib yubordimmi? Bu xo'roz sotib oldim. Shahar chempionlardan Zotdor xo'roz. Zotdor bo'lmay o'lsin. Shuni ham pulga oldingmi? Uyquni bezovta qildi. Nech pulga olding bu xo'rozni? $1000 ga oldim dada. Hali bundan zot olib $10,000 ga chiqaraman. Jahon chempioni bo'laman. To'poy ekansan. Shunga chicha pul qo'ysa, uylantirib qo'yardim. Mol. Buni orqasidan jaraq-jaraq pul ishlaymiz. Hali bu chempion bo'lsin. Topilgan pullardan o'zimga emas, sizga ham xotin beraman. Nima? Sen menga xotin bermoqchimisan? Yo'qot xo'rozim. Qo'y dada. Oh. Mana bu Zotdor xo'rozlarimni-chi. Men hozir ishga borib kelay. Sizlarga gap-do'shi qarayman. Bu hali meni uylantirib qo'ymoqchi. Men hali bu xo'rozni ushlab, sho'rva qilib ichaman. Voy, 5 kilo bor-ku. Buni sho'rva qilib ichsam, qichqirib o'lmasmikinman? Bo'ydaqman-ku. Shunaqa zo'r sho'rva bo'ptiki, juda shirin xo'roz ekan-a. Yana bir kasa ichaman u. Assalomu alaykum dada. O'g'lim, bunaqa taomni ichmagansan-da. Mana u kasani olib, o'zing ham bir kasa kuyib kelib ichchi. Qozonda sho'rva bor. Maza qilib ichasan. Dada. Yo'q. Qanaqa sho'rva ekan u? Sen bu sho'rvani ichgin. Qanaqa sho'rva ekan? Nimani go'shtidan? Bu o'sha $1000 xo'rozni go'shtidan. $1000 xo'rozingni sho'rvasidan. $1000 xo'rozim? Voy, axir u pulga o'zim uylanadigan pulga olganman axir, dada. Dadaga hazil qilish shuna bo'ladi.